Bu filmni Germaniya Yeger xislat tipi chekish şirketi ishlab chiqargan. Sizcan mehri kunlik buyumlar masliyat chekish şirketi Şinjan bosh vakolatchisi bo'lgan Yeger vitaminli quvvat ichimligi alohida qo'llagan. Horg'inlik yetganda, chanqaganda Yeger vitaminli quvvat ichimligini iching. Voy. Afkan mau do'konda Yeger ichimlik tugab ketgan. Ha, shuni bir yetkazib bersang olibdi-ku, bir 20 yashik. Qamidi faqat qamidisi qam, ha? Ha, do'kon adresini bilsizlar-ku o'zinglar. Bo'ldi, fikr ma'qul. Qanday saqam, yaxshimi? Tekshirma. Yaxshimi, tekshirma. Hol yaxshimi? Yaxshimi? Voy, mana. Yeger ishimligini qana? Shundan bu yeger hamma. Yo'q, bu yeger ukam tugab ketdi juma. Mal kelmayotdi, 2 kun bo'lib qoldi. Malni uzib qo'yotdi şirketning kishi. Bizni deb bo'lsa-munda 4-5 ni ip qo'ysanmi? Biz kunda kilogramizda. Va shuma 4-5 ni ip qo'ygan. Sizlarga o'xsha yana bir inlarimiz bor-da, ular kirib tunaga ishib chiqib qoldi oxirsida. Kel tatishgan men sizlarga to'g'ri shunday inlarmi? Bundan o'zimiz quruq sho'za qarab. Ya o'zim parang qilimizga ya men bu to'tingni seg'inimga qarab deb kulishimiz buni deyishimiz. Qanday demidem? Ha, bulapti. Qanday? Yegerimiz qanday? Ha, parang ba, men o'zimga birini tiqib qo'ygan saqlarim meni bilsizlar, buni ishmisam. Parang bo'lmaydi qara. Bo'pti. Gaqib qolishimiz. Ha, bo'pti. Mani ishcham bekaraga qilsa emasmi? Energiya keldi emasmi? Energiya kelib manada ko'p ketsa. Bunda bak yo'g'anda bak bundan ketmanglar men o'zim yolg'iz bir taraf ketmalayman buni men. Ma rezginim dedim ha. Chiqtirdi oxirgi. Bu xo'sh yoqmagan odam g'ayb. Bu tug'ilgan vaqtlimizda rezgim bitib bu. Buni tug' qo'yib izlab deydi. Topolmaydi doktorlar. Büyüşüm ketmeydi de buna. Kalsın kıl böyle koyup. Yani kalsının bir iki yedi kalır koyup. Bir avak gibi bu. Koş kıl sivalattı da bana. İmzekini çok yiyip kaladı hemen bana. Yerim imzek var mı? Tamak yesin inç yerlerini yedi ama. Ağır kalsan okulunu kontak mı salasana? Mayakını salsa ayakını jığın çıkıyor. Mening burnimni ma'ning sap qo'ysa eg'izini to'sab oladi da. Sening ma'ning beshing ma'ning bo'lib qolsa, umrni beshing ko'taramaydi. Bu uyga maskirib mashinaning tatmisi yetib qolibdi. Ayol cho'ntakni yo'lchim qayqabdi. Muallim bo'lib qolsa deyman buni. Voy bu muallim bo'lib qolsa, inch bo'rlab qatyapti. Savol baliga yesil qoladi. O'quvchilar buni iskopga qayqib chiqib ketadi. Sho'pirib qolsa deymanda. Bu sho'pirib qolsa dongi chom yetamdi bundan. Lehajiga beshin qo'yib yotibdi. Bu motorlar minqasim surat 80 chiqqanda o'zi ko'rinmaydi. Birini o'tib ketib bordi deb. Qalpoqni meshagacha kiydi bu. Ukam bu mani ishga kirib ketib ketdi emas. Kindikning ishi yetib oldi. Ezib qoldi degan. Munchir uchib qolsa deyman. Şarlık yukarı gitti. Sopun çabuk çıkıp gitti. Şaşırdı ondan şimdi çıktı. Etrafları çaş. Ya bu demem. Bol doktor okuyorsun demem. Bırak kalın işi kırıp davalaydı. O Adem doktor okuyorsun. Aşağınkiler aşkazalar işlen kızarsa işlen güller. Kırıp da
Ötüp taşıp aka. Bu buku kalsın küçük buku da. Başka bukular bilan üstüşüdüğün çağda bunu tapamay. Men gezdir gideyik. A bukular bunu ip aldı vurup koydu. Dedim şu. Soğuk az bir jutum soğuk. Yamga vakası uşak yamga vakası. Temli koyup yıkayın. Bu toku vakası değil. Tuxumları başaklı doğurdayız. Vay dedim. Oy, duvardan ağırıp kalsın avla deyim bu. Bu ağırıp kalsın oldu bunu. Ağırıp kalsın bir genden 7 bölüp işitti. Bunu es koyup asmukunu karvatına taşlamaydı. Küçük vaqtda zakını qana taqqan dedim. Bu zaki doğru kemi çank eti bağla koydu. Bu şanyellen çekip kaskandak çekedi. Tomarak şanyellen bunda çıkıyor. Tatşı itedim. Ötürüş itedim. Ocak çıkanaklar mı? Arakını kandan götüremedi bu bira budlukini. Mondası kuşaklap işitti. Sakallarına sakal akışını götüremedi. Sakal akışını taşlaqıp ineğin sürgeyim. Ama bu çiş doktoru vakası. Mandarak adamların kalbukta oturup ele. Ama bu gülgiye vakası hak puraydıgan çaq tapamaydı. Burnu işi xushma kirkitdi. Bir pursam buradan kirkitdi. Bu haşerat vakası kum motodu dedi. Ya moto olmasan gözün kirkitdi. Yani öz aldık birisini gözü kiremeyeceğim mi bu? İkisi birleşip birimiz. Yumurlarım var mı? Yumurundan bir endigine. Söyle ağır. Bunda param var. Yaman ügün işten cümoma dukanğa deyme. Qara buga ishimligim yo'q ya bizga. Mani ishlab nerqanikin birani. Çak. Backpace. Ya zaman çimel digimden tutkan edim. Öken bir uzun paypaqni beşe geçki oldu. Kirjib qolsa deyman bu. Bu kirjib qalsa sopuni qanday ishiltadigina? Sopuni bir adam opirib berdi buni. Yalqin mazg'abga ishib chiqib ketdi bu. Mazg'abni ishib balam qiqabdi. Yumurundan biri. Yumur deymizmi? Qiziq paranglarim Ya olsun. yumur emas. Men sizlarga parang qilib bermay qara. Buni bir odam shu otliq sayohat qilishni yomon yaxshi ko'rdi ekan. Atqa ishtiyoqi shunchalik zo'r ekanda buning. Hozir qatnash qolaylik-ku, mashina voqeaga bossang avtobus va ot bilan yurdi ekan. Nimqo'savi? Mana men olingan. Mana qatlab yan chiqsa unutib qolsan deb. To'ylab xayrlashildigan bir lo'nglar bor. Oxirida chiliq qilib so'qdi. Oxirgilar qo'lni jumashni itib kirgan. Shuning bilan atqa yomon muhabbet bor ekan. Atliqli yurdi ekan u. At bilanlar. Şun bir kuni ot bilan bizning nilqining taqi chiqibdi. Nilqining taqi chiqib, ikki kun o'ynab qaytqancha bir magazinda biz qo'yib ketdik tabii. Ikki botlik Peugeot ishib ketadi va sig'im ishib qapti deblar. Do'kon kirib Peugeotda 2 yil debdi. Ikki botlik Peugeotni akepti. Ish bo'lib taloq chiqib qolsa, otni bog'lab qo'ygan yerda ot yo'q. Quruq yo'q. Mahmadis yo'q bu. Xil izlaytibdi. Yo'q ot. Tapama yani boranda kirib layilqi do'konga. Peugeotda yana ichkini akla dedim. Qo'pol vaqiribdi bu. Vaqanki ikki Peugeotni akaptimi, o'tikdi pichoq voka bu chorva cho'g'an ekan. Jo'zni o'tirib tak pichoq san chiqib, men nilqining bolalari birligizga qo'yay. Ikki botlik Peugeot ichib chiqsam ot yo'q. Ma ishkini ichib chiqsa ot joyiga kelsa, ana bo'lmasa Mong'ol kirada qilgan qilg'im qilmamasha deblar.
ishkini ishib chiqib qolsa ot joyil turganda chiqib tutib kapilib minib menga nilqini bolalari chiqib palva atma joyiga keldi ay mo'ng'ul kiradi nima qilgan ashuni bir anilgan bo'lsa desa ay mo'ng'ul kiradi o'xshash piyoda ketay degan Oğlum sen korkab gitsin de. kulgidek holing muqamabdi ya sening ha Hozir yo'q. mijozi yo'q to'qollardek o'tir Külküsü manadın çoğum. Dedim ukam shu badanga shu beshingning bog'ini yaxshi bo'ldi. Ammo mani besh sen deb qaz yeb yeyinib yursan. Yana bir yumurlarың yok mu ekan? Buni bir cho'ng opam bor qara. Qiqqas xurapi degina bu ayol. İdeya burun qil ideya. Ko'niliqlar. Bolalarga yarışaraq chiqqas doktorxonaga olmaydi-mi? Sham ko'ydirib, chiq ko'ydirib aysta, azı bir ko'niliq ishladi. Isiriqli soldi, halqa bir gücüge var. Koz tuqsun isiriq, muz yulqasın isiriq, birini jutur qo'ysin isiriq, tep basın isiriq, uy miyman kelsin isiriq, ketsin isiriqda isiriqlar. Bir gün denşesi gizgi chiqibdi, denşegiga isiriq da. Oyilib ketdilar isiriq. Bolalarning tulpulari tatmay qolsa, shuni qo'yib qo'ysa isiriqni to'piga tutib bular. Ahmetjanda bir bola so'radi, men bilan tang. Bir gün to'y qilgan vaqt emas, xel yili burun. Bir suning bo'yida o'tirdik. Adosh dedi. Ha, sen qo'ling tashdan birini suv ota dedi bu. Nima qilma? Sen otsa, teshing suvni bir qon qilsa, bir xotin olsa, ikki qon qilsa, ikkini olsa dedi bu. Aka deb tashdan birini ilib, men o'ylanmay vaqtlagan ekan. Bir itidim ilq teshim berib, ikki qon qilib berib, chultoq ko'chib ketdim. Nak, ikkini olsa-ku. Ham saate. Dedim bu yaplaq tashdan birini buni etish usullari bor ekan, bunda otadigan. Bir etiydi bunun teşi suğum tegmey. O qırğaq bir xil chiqib ketdi buni. Ha, sening qanday bo'ldi ki sen anangni men aldigan xotin yo'ldan chiqib ketdi dedi. Vay, yeger. İşte, Şunun qarşı yerdə bilə əkəgən balıqdım abi. Qava. Yegerden nurgun içip ettim de ben yani. Yumurlarının paralarını alıp. Bir yeger sana ortiq ukam. Sen mada paxtırçılab tekiz olsan. Sen yegerning qutisini shikirib yotaman. Yegan ishkandagimi turmay ekansan sen mayma. Ha, sening. Voy, choq shu ketdimi havo. Bulun jig qo'yga yutgan ko'pi qo'y. Choq. Sen choq cho'kasan bir meslekchiga boqchi to'ymi tugadi. Sen to'y qilsang meni qo'ldash qilay. Qo'ldash qilsang yurgin chiqirib tamam. Tan so'yinganda qo'pi. Bishqol deb. Rostdan sen buni chaqchaqlashdan qo'rqaman. So'qishib qolsang bo'yinning siqidek yerimi yo'q. Galashib taqayda yerim yo'q buni. Bir kishi olmadi, so'ngilti bo'ldi-da. Mana sen içi faqat usumadan. Biz yumurlarını şunda yaxshi qilib baylanning ne gaplarni parangdan. Shundan bo'ldi. Ig'zim baq qurib ketdi men. Uzun o'tiravermaydi. Xo'sh. Ama xaridalar kirib qolsa bika. Aldın to'sib qo'ymaydi. Ammo inlari ham Menda endi bu bir malda cho'ng bo'ldik, billa o'ynabchi. Hani maqsad boshqa narsa emas. Sizlarmi mishaga shu bizningki shu yangi mas'uliyatni qo'llab qilyapsizlar. Shundan bu bozor tushib ketgachki mal qamidi endi bugun men o'zim xijolatchilik. Lekin men birini ishmasam men sal xumachu buningga. Shundan bu da sizlar kirikcha men malni to'liqlayman. Pat kirib turanglar deb kulishimiz. Qaranglar-ku, bu chaqchaqanga o'lib qolmaysan sen. Sen o'lib qolsang yo'g'am yelikmi ketmaydi sana. Ana bir yamda sizab. Paşnını patırıpla. Ada qilmada putimiz bilan bundan.
Herhalde sevitmez. Qanday deydi? Naqanda bıçak qilsin, mana nansirsa bo'ldi. Bo'ldi, aydaqlaylikmi? Oldiramsizlar? Aldıraymiz aka, aldıraylik. Biz ma bayk ko'tarib ketdik. Ya'ni yigirni qiymatigina. Ha. Apırtal iş çetip kaydın sağ. Endi o'tlik do'konda bormi deymiz, o'shaga bir kirib qolamiz. Agar Albatta. gap ketmasin. Bo'pti. Kelamiz. Ha, bo'pti. Maqlamsa juma. Bo'ldi. Maqla, chaqsaq qo'ydim juma. Ya, Gap biringa. maqsa qildirim. Men valloh buloqida olavlar aloqchi malakildigani qilib qilay. Bo'ldi. Maqsaqa maqla. Bo'ldi, Ha.